Assalamu alaikum, kitap anlaştık dostlar. Bu Ulubağ Hazinesi'nin kitabını okup olduk. Muşu kitabını okuşunu buyurgan vakitte dadam rahmetlik Muşu Doktor Abdusalam'ın ki Muşu makalesini okun balam deb okutkanı isimdi bağımdı ki. Dadam pet texnikumda işleydi. Muş penni umlaştırışqa ait bilim küçtemdi, başına oxşaş jurnallarını bek yürüttü. Hem o pet texnikumda işlegendikin Keriyan ayısınki. Aş materialacak kep durdu. Hazır hem de şu Muşu kitabınki aşı Ulug'bek'ninki nimesiga qarata muşu danışman ustaz doktor Abdusalam'ninki ağzıdan Arap ve İslam ellerinin ilim-fen icadiyet kudreti degan maqalasida tilga ilingan mazmunlar chiqdi. Şuna muşunu o'qib etishni qaror qildim. Sizlardan so'rasam javob kelmadi, ammo men o'qib etayim. Payda so'qqala. Cungu Penni Umlaştırış Neşriyatı Şincan Uygur Kazak Şubesi. Bu kitap muşu Penni Umlaştırış. Pen Texnika Neşriyatı degendek muşu nimelerni muşu Roşan Abbas'ınki. Rişat Abbas'ınki dadısı Burhan Abbas. Efendim bekçe küçük çıkırıp diken şunda biliminin kuruluşuğa Pen texniki cemiyetlerinin kuruluşuğa degendekçi. Şu mine mişedimem muharrirlerin arasında Abbas Burhan deb yazıqlıq. Bu hilqi Şincan'ın 50 yılı degen Burhan şehidi emas. Bu Abbas Burhan bucu. Şu Roşan Abbas'ın tadısı. Rişat Abbas'ınki. Hazırki Uygur Akademisi'ninki başlığı. Okuyuluk ne? Abdusalam Arap ve İslam ellerinin ilim-fen icadiyet kudreti. Fiziki Nobel mükafatıga erişken Doktor Abdusalam'ның Pakistanlık adam 1981 yılı 3. ayda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kuveyt'te içilgan üniversitetle muhakeme yığında sözlügen nutqı. Xenzuçıdan tercüme kılgıcı Abdülhamid İbrahim. Muharrirleri Abbas Burhan, Muhammed Salih. Mes'ul muharriri Osman Fəxriddin. Cungu Penni Umlaştırış Neşriyatı Şincan Uygur Kazak Şubesi. Bu kitabın içinde Doktor Abdusalam'ın resmi var. Arap İslamlarının ilim-fen icadiyet kudreti Şincan Şinhua Kitapxanası tarixtidir. Qatnaş nazarati basma zavodi besildi debdi, formatini debdi. 86 yıl 9. ayın 1. neşri. 87 yıl 4. ay 2. besilişi kitap numara tirajı 20 000 talkin. Bahası şu vaqtda 58 58 puan kentik. Arap ve İslam ellerinin iftixarı. Abdunum ayınımızdaki köplegen kişiler için texi anç tonuşluq bolmagan Nobel fiziki mükafatıga erişip ilim-fen sahasida acayip mahareti bilen tonulvatkan fiziki alimi Muhammed Abdusalam. 1926 yılı 1. ayının 29. günü Pakistan'ın şərqideki Pencap ölküsü Lahor şəhəri yenideki Cangi bazarında doğulgan. Abdusalam'ın dadısı Hindi deryasının bir küçük tarmaqı etrafındaki dehqonchilik meydanında hizmetçi idi. Bu yerler təxminen 8. asr etrafıdala İslam dinini qabul qılgan bulup, Abdusalam ailesi müstehkem İslam itiqadı ve dini keyfiyet içinde turmuş ötküzetti. Abdusalam'ın dadısı mərifətpərver bulup, oğlunun ilim-fen tədqiqat işleri bilen şugullanışını arzu qıladı. Abdusalam balalık çağlarında tabiat bilimleriga bekmi qiziqadigan, tirishchan, aqlliq balıydı. O kichikdan tartibla daim kişilerini hayran kaldırdıgan talantını
ko'rsatganlikdan Canga bozordagi kishilar uni Avliya bola deb atashadi. 1940-yillari yoz kunlarining birida Canga bozordagi kishilar nihoyatda dag'dug'liq holda shu yili oliy maktabga imtihonga qatnashgan 40 ming o'quvchi ichidan eng a'lo natija bilan Panjab universitetiga qabul qilingan bir balani uzatish murosimi o'tkazdi. Bu bala endi 14 yoshga kirgan Avliya bola Abdusalom edi. Bütün yurt hayacan içinde Abdusalam'ni medhileşetti. Abdusalam üniversitede o'qish mukofot puliga erishdi. Abdusalam Cambridge Üniversitesi'ne kirip ta ki 1946-yilgacha asosan matematika fanlarini o'rganadi. Bu mezgilde dünyada urush qirg'inchiligi bo'lib o'tadi. Urush Abdusalamning o'qish hayotiga daxl qilmagan bo'lsa-mu, lekin bir xil alohida shakl bilan Abdusalamning taqdirini o'zgartirib o'tadi. Yer sharida olamshumul bir qancha komediya xarakterli voqealarning yuz berishi Nobel mükafatıga erişken Abdusalamning maydonga chiqishiga, Xalqaro nazariya fiziki markazi ICTP'ning quruvchisi va rahbari, Arab va islom ellarining iftixori donishmand olim Abdusalamning o'sib yetilishiga zamin hozirlab berdi. Abdusalam tabiat qonuniyatlarini echish orzusida butkul zihni bilan qaytar qilib o'rganayotgan bo'lsa-mu, ayni vaqtda Angliya mustamlikasi bo'lib turgan uning yurtida yoshlarning taqdiri ma'mur xodim bo'lish yo'liga menish edi. Shunga u qancha yaxshi o'qigani bilan o'qigani hech nimaga arzimaydi. Baxtga yarasha mustamlikachilar urush tufaylidan ma'mur xodim bo'lish tuzumini amaldan qoldirdi. Bilimga tashna Abdusalamning ta'limi o'ngdan kelib, ajoyib bir mo'jizaga uchrab, Angliyaning Cambridge Üniversitesiga borib o'qish fursatiga ega bo'ldi. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Hindistondagi siyosiy arboblar Angliyaning urushda g'alaba qilishini qo'llab iyona pul to'playdi. Abdusalamning yurti Panjab o'lkasidan to'plangan puldan 15 ming fond sterling urush oxirlashib qilib ishlanmay qoladi. Panjab viloyatining valisi bu pulni dehqonchilik maydonining farzandlarini chet elda o'qitish uchun sarf qilishni qaror qildi. Buning bilan Abdusalam chet elda o'qishni iltimos qilib, mukofot xarajatiga erishgan 5 balaning birisi bo'ldi. 1946-yili 9-oyning 23-kuni Cambridge Üniversitesi'den ma'lum sabablar tufaylidan bir o'rin bo'sh qoldi deb telefon keldi. Shunda qilib, uning ta'limi o'ngdan kelib, 10-oyda Angliyaga o'qishga bordi. Qolgan balalar kelar yillik o'qishni taqozolik bilan kutgan bo'lsa-mu, uzun o'tmay Panjab valisi qazo tepib, Pokiston Hindistondan ayrılıp balalarni chet elga chiqarish plani yo'q bo'ldi. Abdusalam 1948-yili Cambridge Üniversitesi fizika, matematika fanlari bo'yicha birinchi darajalik a'lochi bo'lib tamomlab, magistrlik unvoniga erishdi. 1952-yili Cambridge Üniversitesi'nin nazariya fiziki jihatdagi falsafa doktorluk unvonini oldi. O'qish bitirib, Angliyada turgan vaqtlarda St. John Instituti va Folkestone Oliy tadqiqot akademiyasida asosiy zarrachalar ustida tadqiqot olib bordi. 1951-yili Pokistonga qaytib, 1954-yilgacha Lahor Üniversitesi'de
professor ve matematika fakültetinin müdür bulup işleydi. O çağlarda Pakistan'da yalnız birla fizika alimi Abdüssalam boğallıktan ilim-fen sahasida yigani qilib, bakmu yetimsirab, qayg'uluq his qiladi. Onun bilan hem sohbatda bo'lg'adak fizika olimlaridan eng yaqini Hindistonning Bombay shahrida turadi. Abdusalamning munavvar o'qituvchi bo'lish, o'z vatani, xalqi uchun bir turkum fizika olimlarini yetishtirib chiqish ulug'vor g'oyasi bor edi. O faqat fizika haftalik xabarini o'qiy oladi. Chet ellarga chiqib, ilim-fan almashtirish yig'inlariga qatnashish, tadqiqot guruhlariga qatnashish ayni zamondagi hukumat arboblarining qarashicha behudalik, o'shiqcha isrofchilik hisoblanadi. Bu o'zi echinishlik yetim qoldirish bo'lib, bundaq yetimlik shubhisizki nazariya va ilim-fan tadqiqotchilarni ast xarakterlik nobud qilishdan derak beradi. Abdusalam ayni vaqtdagi ko'nglidagi azobli kurashlarni aslab mundoq deydi. Ilmiy nazariya xizmati bilan shug'ullanish uchun boshqa fizika olimlarining nima qilayotgan, nimalarni o'ylayotganligini bilib turish ham fikr almashtirib turish lozim bo'ladi. Men Lahorda turavergan bo'lsam, xizmatim chekinib ketgan bo'ladi. O holda mening davlatimga nima kerakim bo'ladi? O oxiri 1954-yili Cambridge universitetiga qaytib keladi. 1954-yildan 1956-yilgacha Cambridge universitetida lektor, 1957-yildan boshlab London Imperial universitetida nazariya fizika professor bo'lib ishlaydi. 1959-yildan 1974-yilgacha Pokiston Fan texnika komissari, Atom energiya komiteti hay'at a'zosi, 1964-yildan 1974-yilgacha Pokiston prezidentining ilim-fan bosh maslahatchisi. 1964-yildan boshlab TRIST Xalqaro nazariya fizika markazining raisi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ilim-fan maslahat mulozimat hay'ati va 1971-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ilim-fan maslahat hay'atining raisi bo'lib ishlaydi. 1968-yili atom energiyasini tinchlik uchun ishlatish mukofotiga erishdi. 1968-dan 1978-yilgacha bo'lgan vaqt ichida 10 necha xalqaro ilmiy organlarning mukofotiga erishdi. 1970-yili Stockholm Xalqaro tinchlik tadqiqot o'rni hay'ati, Shvetsiya Xalq akademiyasining akademiki, Sovet Amerika Palla akademiyasining chetdagi akademik qatorli xizmatlarda bo'ladi. 200 parchadan ortiq ilmiy maqola e'lon qildi. Dunyo bo'yicha har qaysi davlatlardagi donglik 7 universitetdan Abdusalamga faxriy doktorlik unvoni berildi. Bu jarayonda Abdusalam bütün kuchini markazlashtirib tadqiqot ishlariga kirishdi. 20-asrda fizika fani zo'r taraqqiyotlarga erishdi. 20-asrning 60-yillari asosiy zarrachalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir kuchlarining birligi va ularning manba masalasi fiziklar hal qilishga tegishli asosiy nishon bo'lib qoladi. Tabiat dunyosidagi o'zaro ta'sir kuchlar ularning kuchlik ojizligiga asosan 4 xilga bo'lindi. Ular kuchlik o'zaro ta'sir, kuchlik yadro kuchi, elektr-magnit o'zaro ta'sir, elektr-magnit kuchi, ojiz o'zaro ta'sir, ojiz yadro kuch va o'zaro tortishish ta'sir, tortishish kuchilar bo'lib, ya'ni kuchlik yadro kuchi, elektr-magnit kuchi,
aciz yadro güç, tartışış gücü. Den ibaret 4 asas güç bulup, ularning o'zaro nisbati bir bo'lingan 10ning minus 2 derecesi, bölüngen 10'ның minus 13 derecesi, bölüngen 10'ның minus 38 derecesi boladı. Degan ko'z qarash hukmron o'rinda turib kelgan edi. O'zaro tartish kuchi va elektromagnit kuchlari kishilarga uzundan beri tonish, o'zaro tartish kuchi mukammal nazariya asosiga ega. O tabiat dunyosidagi massasi nolga teng bo'lmagan barliq zarrachalar o'rtasida mavjud bo'lib turdi. Mikro zarrachalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir nihoyat ojiz bo'lgan bilan mikro zarrachalardan tuzilgan makro jism qancha cho'ng bo'lsa, bu jismlar o'rtasidagi tortish kuchimi intayin qudratli kuchga aylandi. Elektromagnit kuchining ta'sirida biz kundalik turmushda foydalanadigan elektr motor ve elektr shamoldurg'ich qatorliqlar harakatlanadi. Elektromagnit o'zaro ta'sir ko'rsatayotgan ve chiqayotgan fotonlar o'rtasida elektromagnitlik o'zaro ta'sir paydo qilishdan barliq keladi. Tortish kuchi elektromagnit o'zaro ta'sir kirayotgan ve chiqayotgan fotonlar o'rtasida elektromagnitlik o'zaro ta'sir paydo qilishdan barliq keladi. Tortish kuchi ve elektromagnit kuchining barliq makroluk ve mikroluk dunyoda mavjud bo'lganligi bizga allaqachon ma'lum edi. Lekin kuchlik ve aciz yadro kuchlari asosan atom yadrosining cho'nliqchilikla mikroluk dünyada ifadalaganlıktan kişilerge natoniş idi. Güçlük özara ta'sir, yani güçlük yadro gücünün rolü xuddi semontga o'xshaydi. O proton bilan neytronni bir-biriga yepishtirib atom yadrosiga aylantirdi. Agar bundaq yepishtirish kuchi bo'lmasa, atom yadrosi parchalanib bo'linib ketadi. Aciz o'zaro ta'sir, yani aciz yadro kuchi, aciz derecede bo'lg'achqa, nihoyatda qisqa, yani 10'ning minus 13 simi aralıqda rolunu ko'rsatadi. Bu xil sirliq aciz yadro kuchi ba'zi bir elementlarni turaqsizlashtirganlikdan, ba'zi elementlarda radioaktivlik hadiselerini keltirip çıkardı. Bundaq hadiselerini meditsina, biyologiya, sanaatda kullanıp insanlarga baxt keltirmekte. Ularning kuchlarning barliqqa kelish manbai nima? Mushu asrning boshlarida nurg'ulg'an fizika olimlari bu sirlarni aytishga urinib ko'rgan edi. Einstein elektromagnit kuchi bilan tartish kuchini birlashtirish ustida tadqiqot ilib borgan bo'lsa-mu, muvaffaqiyatga erishamagan edi. Heisenbergmo bütün kuchlarning birlashtirish masalasi ustida izlangan edi. Lekin belgilik cheklamalar tufaylidan natija chiqara olmagan. 60-yillarning keyingi yillarida bu jihatdagi tadqiqotlar kishini hayron qoldirarlik bosish qildi. Pakistan fizika alimi Abdusalam, Amerika fizika alimi Grasov ve Weinberglar öz aldığı mustaqil halda elektromagnit gücü bilen aciz yadro gücünün mənbəsi ortak bir xil en asası güç aciz elektrik gücüdən ibaret ekanligini bayqadı. Abdusalam nazariya jihatda elektromagnit gücü bilen aciz yadro gücünü muvaffaqiyatli birleştirilganligi tabiiy kuchlarni to'nishining bir namoyandasi elektromagnit gücü bilen aciz yadro kuchi birlashtirilgan bir xil kuch aciz elektr o'tkilidan halqib o'tganlik uchun Shvetsiya Xalq Fanlar Akademiyasi Abdusalam Harvey Üniversitesining professori Grasov
Winberglarga 1979 yillik Nobel fizika mukofoti berib, ularning ojiz ta'sir kuch bilan elektr-magnit ta'sir kuchining birligi to'g'risidagi nazariyani yaratgan ajoyib tuhfasini taqdirladi. O, bütün İslam ellari fizika olimlar ichida birdan-bir Nobel mukofotiga erishgan olim bo'ldi. Aciz elektrinin bir bütünlüki nezriyesi ahir ilim-fan sahasida itiraf qilinib, alemde mevcut bo'lgan asosiy tabiiy kuchlar 4 xildan 3 xilga azaydi. Ko'p yillar to'xtab qolgan bir bütünlük nezriyesi algı ilgilidi. Abdusalam şöhret oldida gangirab qolmadi. Onun alemning qonuniyatlarini echish irodasi qilchimi bo'shashmadi. Abdusalam, Allah bizga Qur'on va aql ato qildi degan aqidani ilgari surdi. O, Arab ellari va barliq islom ellarining ham taraqqiy qilayotgan ellarning ilm-fanda orqada qolgan holatini qandoq qilib tezroq o'zgartish ustida harmay talmay izlanib, mushaqqatlik emgaklarni singdirib keldi. Bir mezgil nurg'un jafolik agri to'qayliqlarga duch kelgan bo'lsa-mu, bu olijanob irodani ishga oshirishda g'ayrat qilib, har qaysi qit'alardagi hukumat boshliqlariga va qo'llab-quvvatlashni qo'lga keltirishga bo'ladigan organlarga berib, yig'inlarda nutqlar so'zlab, taraqqiy qilayotgan ellarning ilm-fan taraqqiyotini ilgari surishning muhimligini suratlar berdi. O, yana yaqinqi yillarda elimizning danglik matematika olimi Hualogin qatorliqlar bilan birga 3-Dünya Ellari Fanlar Akademiyasini qurib, 3-Dünya Ellari Fanlar Akademiyasining boshliq qatorliq vazifalarni ishlab kelyapti. Abdusalam, İslam dinining taqvodorligini ilm-fanni izlanishga singdirgan. O, bütün kuch bilan Allah yaratgan tabiat dunyosini tadqiq qilishga, jumladan insonlar o'rtasidagi saqlanib turayotgan ilm-fan taraqqiyotidagi cho'ng farqni kichiklatib, qarindosh oila qurish ideyasini ishga oshirishga boshdan oxir tavranmay tirishib keldi. Tabiat dunyosining birligini tepish, insonlarning ilmiy xizmatlarining birligini ishga oshirish Abdusalamning izchil berilib kelgan kurash nishonasi. O, mushundaq mustahkam e'tiqod bilan tabiat dunyosining qonuniyatini, maslikning go'zalligini echish yo'lida harmay talmay izlandi. O, alemdeki narsalarning barligi moslashgan ixcham bo'lib, ko'rimsiz, sat, cho'g'ilchoq, parch-purat narsalarning mavjud bo'lishi mumkin emas deb hisoblaydi. Abdusalam, qaramoqqa qalaymaqan, parch-puratda ko'ringan hodisalar bilan ko'milib turgan tabiat dunyosidagi moslikning go'zalligini ko'rsatib berish mağa o'xshash bir amaliyotchi musulmonning bosh tortib bo'lmaydigan burchi deb qaraydi. Shunlashqa u 1951 yildan boshlab ijodiyat kuchiga boy ilmiy hayotini boshlaydi. Nurg'unlagan kishining ruhiy dunyosini zil-zilga keltiradigan jarayonlar ko'zga ko'rinmaydigan mengida elib beriladi. Shunga bir nazariya fizika olimining qanday xizmat qilganligini bayon qilish ancha oson emas, albatta. Shundaqdimi biz Abdusalamning tadqiqot aloyidligini onun o'zi bayon qilgan ahvollardan bir qadar tushunish imkoniyatiga egamiz. O, o'zining ayni vaqtida neytrinoning massasi bo'lmaydiganligi masalasini, bu onun mashhur tuhfalaridan biri, qanday hal qilganligini eslab mundaq yozadi. Shu yili 1956 yil men Seattle yig'inida professor Yang Jinning Professor Li Jingdao bilan birlikda tadqiq qilgan hozirgacha hech kim
çekilgılı bulmaydigan muqaddas deb sanılıp kelgan o'ng so'ldan simmetriklik prinsipi aciz yadro kuchi doirasida bozg'unchilikqa uchrashning mumkinligi to'g'risidagi dokladini angladim. Lejindal bilan Yang Jinninglar aciz yadro kuchi o'zaro ta'sir qilishganda o'ng so'l simmetrikligini yo'qotishning sirini tushunishga mumkinchilik bo'ldi deb hisoblaydi. Esimde qilishcha, men Londonga qaytish safarimda aeroplanda zadala uxlay olmadim. Menimde davamlıq tabiat nima uchun aciz o'zaro ta'sirida o'ng so'l simmetrikligini buzib o'tadi. Mutlaq ko'p sondagi aciz o'zaro ta'sirining alayliklari Pauli neytronusining radiatsiya hodisalari bilan munosabatli bo'lishi kerak degan narsalar ustida o'ylanib keldim. Atlantik okeandan uçup ötkende, bundan bir qancha yıl burun men doktorluk ünvanını algan çağda Profesör Perlis meningden Maxwell'nin elektr-magnet qılıplaştırılgan simmetrik prinsipi bo'yicha fotonning massasi bo'lmaydi. Siz depaqinga neytrinoning nima uchun massasi bo'lmaydi deb so'raganda javobsiz qolgan neytrinoning mol ijodiyat ahamiyati bor bir masalasini o'ylab yetdim. Abdusalom yana aslab bundoq deydi. Fotonga o'xshash neytrinodimi qiliplashgan simmetriklikning o'xshashligi saqlanib qoladi. R5 almashqandimi o'zgarmaganlik uchun neytrinoning cho'qim massasi bo'lmaydi. Neytrinoning massasi bo'lmagan chog'dimi simmetriklikning mavjud bo'lib turalishi neytrino bilan o'zaro ta'sir qilgan 1 plus R5 yoki 1 ilingan R5 larni cho'qim tuzilganligidan direkt beradi. Tabiat dunyosida o'ng so'l simmetriklikning buzilish nazariyasidan boshqa estetikini qanoatlantiradigan tanlashma bor. Yoki neytrino dal yo'riqliq tezligida harakat qilsin yoki o'ng so'l simmetriklikni saqlasin, lekin neytrino kichik massaga ega bo'ladi. Ana shu tarzda bog'lashtirib tasavvur qilish orqali bo'sish xarakterlik ijodiy fikrlarga erishish Abdusalomning ilmiy tadqiqot ishlarida doim bo'lib turdi. Abdusalom doimla g'alaba qilaveradigan general emas, albatta. O o'ttirib qo'ygan bir muncha masalalarni isbotlaganda ular xato ko'z qarashlar bo'lib chiqadi. Lekin buning bilan u bo'shib qolmaydi. U mundaq deb qaraydi. Biz doim o'ngsizliklarga uchrab tursaqmi, lekin bizning duch kelgan bu xil mushaqqatlarimizni Allohning ba'zi yaratganlarini kuzatish orqali erishgan anda sanda shodligimizni silishtirishga arzimaydi. Abdusalomning ilmiy hayotida boshdan oxir ijodiyat kuchining aloyligi ko'rilib turdi. O mundaq deydi. Ba'zi nazariyachilar inkorchilardir. Ular faqat ko'z qarashning xatosi nadaligini ko'rsatishga mahir. Lekin ular bunga nisbatan hech qanday taklifni qo'ymaydi. Men yeni ideyalarni o'ttirib qo'yishni xohlayman. Aciz yadro kuchi bilan elektr-magnet kuchining birligini o'ttirib qo'yish Abdusalomning boy ijodiyat kuchining eng kuchli ifodalanishi bo'lib, uning ijodiyat kuchi Nobel mukofotiga erishish bilan bo'shib qolmadi. U yana olamning texmo cho'nqur qatlamlarining sirini to'xtovsiz izlamoqda. Mana shu izlanishlarda u yana izchil holda eng oldingi o'rinda turib kelyotdi. 1978 yil Tokyo xalqaro yuqori energiya fizika yig'inida Abdusalom birlik super, yani odatdan tashqari birlik va nazariya fizikasining yangi ideyasi degan temada doklad berdi. Fizika ilmiy rivojlanib shu vaqt kelganda fizika olimlari bir bütünlük, yani birlik ideyasining nazariya fizikada
qanchalik muhim rol o'ynaydiganligini bargancha tushunib yetmekte. Birlik, allburun Maxwell'ning elektr-magnet nazariyasida amalga oshgan edi. Kishilar bu xil birlik bilan elektr-magnet nazariyasining simmetrikligi o'zaro bog'langanligini bayqadi. Bu U qiliplashtirish deb ataldi. 1954-yili Yangjinning mirislar qiliplashtirish hukmini g'ayri obil ahvoliga kengaytdi. Shuningdan boshlab qiliplashtirish nazariyasiga asos solindi. Lekin Yangjinning miris nazariyasi o chaqda tehi bir fiziki model edi. Fizikada qiliplashtirish nazariyasini qo'llanib yangi birlikni maydonga chiqarish qash kirpikning orasidagi ish bo'lib qolgan edi. Bu jihatdagi muvaffaqiyat oldi bilan ojiz kuch bilan elektr-magnet kuchining birligi jihatda Winbrog, Abdusalom ilgari keyin bo'lib 1967 va 1968 yillari o'ttirib qo'ygan Abdusalom Winbrog modeli bo'ldi. Ya'ni qiliplashtirish shaklida aciz yadro kuch bilan elektr-magnet kuchidan iborat ikki xil kuchni birligiga keltirdi. Bu modelning muvaffaqiyati yolg'iz modelning o'z doirasida to'xtab qolmay, uzunga qolmay, kvarik sohasigacha kengaydi. Texmo yuqori darajalik birlikni topishga asos soldi. Professor Ding Jiaojun mundaq dedi: Qadimki Gretsiya va Jungo qadimki faylasuflardan toki hozirgi zaman olimlaridan Einstein va Maxwell'gacha birdekla barliq tabiiy kuchlarning birlikka keltirilishini ko'rishni orzu qilgan edi. İlim-fen sahasidagilar Abdusalomning bu arzuni ishga oshirishga cho'ng qadam tashlab ilgirganligini birdek e'tirof qilishdi. Aciz elektrning bir butunlik nazariyasining ahamiyati ayni vaqtdagi elektr-magnetni birlikka keltirish nazariyasidan tuban turmaydi. Aciz elektrning bir butunlik nazariyasi dunyoga kelish bilan nurg'unlagan tajriba markazlari, ilg'or saymonlari va zo'r texnik kuchni ishga solib, tajriba orqali isbotlash ishlariga kirishdi. Zarrachalarni tezlatuvchi nurg'unlagan cho'ng tipli uskunalarni ishga solib, bu xizmatga kirishdi. İtaliyalik bir turkum fiziklar mushu nazariyani tajriba qilishga kirishdi. Yevropa fan tadqiqot markazidagi bir olim 83-yili aciz elektrning bir butunligi nazariyasida oldin aytilgan W+- nazariyasini bayqadi. Yana yaqinda bu tadqiqot markazi proton va antiprotonlarni bir-biriga so'qishtirib, neytral holatdagi yana bir xil mikro zarat bozon, ya'ni Z'ning 0 darajasi, 0 darajasini bayqaganligini e'lon qilishdi. Bunun bilan aciz elektrning bir butunligi nazariyasini yana bir qadam ilgirlagan holda isbotladi. Kishilar texmo yuqori darajalik simmetriklik usulini tepish orqali texmo yuqori darajalik bir butunlikni tepishga tirishayotdi. Shuning bilan cho'ng birlik nazariyasi deb ataladigan bir nazariya o'ttirib qo'yildi. Bu nazariya garchi ancha muvaffaqiyatli bo'lmayapsimi, lekin kishilar buni birlik ideyasining chatqi deb qaramay, modelning chatqi deb qaramoqda. Shundan boshlab 1978-yilga kelganda super birlik, ya'ni bir butunlik nazariyasi, ya'ni super unity nazariyasi avj olishga boshladi. Super simmetriklik hukmini Weiss va Mino birinchi bo'lib 1973-yili o'ttirib qo'ydi. Super simmetriklik Fermi bozonlar o'ttirisidagi simmetriklikdan iborat. Lekin dastlabida Fermi simmetriklik faqat Abel nazariyasiga qarata elib berildi. Buningda albatta nihoyat zo'r bir tartiblik bo'ladi.
super simmetriklik uqumini g'ayri adil nazariyasiga elib kirish ishini oldi bilan Abdusalom va Strasidiylar 1974-yili tamomladi. Shuningdan keyin uzun o'tmay 1975-yil ular super simmetriklik nazariyasidagi super maydonning Feynman qoidasini sistemali holda muhokama qildi. Buning bilan super simmetrik nazariyasining keyingi taraqqiyot uchun asos solindi. 1979-yildan 1984-yilgacha super simmetriklik nazariyasi bilan super tortish kuch nazariyasi avj olishga boshladi. Bu chaqda Abdusalomning qiziqishimi mush tarafga burildi. Kishilar Abdusalomning keyingi tadqiqot ishlarida insoniyat uchun chuqur kashfiyot va ixtirolarni taqdim qiladi deb umid bog'lamoqda. Biz bu olimning xalqaro ilmiy faoliyatlarini ilgari surish ahvolini texmi ilgirlab tushunish uchun TERIS Xalqaro nazariya fizika markazi ICTP'ni qurish jihati ko'rsatgan tirishchiliklarni eslab o'tsak ortiq bo'lmas. Darhaqiqat ICTP'ning qurilishi, gullanishi Abdusalomning taraqqiy qilayotgan davlatlarning ilm-fan taraqqiyotiga ko'ngil bo'layotganligining, jumladan ularning bu qaloq holatini o'zgartirish uchun harmay, talmay tirishayotganligining boshqa bir jihatga ifodalanishi. Uning 1946-yili Taliongdan kelib, chet elga chiqib o'qishi. 1951-54-yillar orasida Pokistonda o'qituvchi bo'lgan mezgilda duch kelgan yetimsirash, qayg'uli holga tushib qolishi, uning har qaysi hukumat organlari universitetlarda nutq so'zlab, kishilarning taraqqiy qilayotgan ellarning ilm-fanda orqada qolgan holatiga ko'ngil bo'lishni qo'lga keltirishga harakatlantiruvchi kuch bo'ladi. O mundaq deydi: "Mening shu yillardagi holatim hozirgi taraqqiy qilayotgan davlatlardagi olimlarning ixcham ko'rinishidir. İlim-fənni tərəqqi qılıyotgan dövlətlərdə güllendirimiz desək, işni tərəqqi qılıyotgan əllərdəki alimlarning yegana yetimlik, qayg'uliq holatini hal qilishdan boshlash kerak. Lekin bu masalasini hal qilish uchun ikki cho'ng to'siq bor. Birisi, taraqqiy qilayotgan davlatlardagilar fanga sal qarab, fansiz texnika bo'ladi deb hisoblashi. Ikkinchi, taraqqiy topgan davlatlar taraqqiy qilayotgan davlatlarning ilm-fanga ehtiyoji ekanligini tushunmasdan, ilm-fanni domalab turadigan xushallik deyish. Halbuki taraqqiy qilayotgan davlatlarga ehtiyojligi to'rt chaqliq ot harbi edi. Shuning uchun Abdusalom Arab va Islom ellari va taraqqiy qilayotgan barliq ellar xalqlariga biz tarixdagi mag'lubiyat yo'liga qayt qadam qo'ymasligimiz lozim deb yuqori ovoz bilan chaqiriq qiladi. O doim tarixda Turkiyaning ichinish ahvolidan kishilarning saboq olishini tavsiya qiladi. 1799-yili Turkiyaning podshohi Selim III Yevropaning miltiq yasash texnikasi bilan raqobatlash uchun matematika, trigonometriya, mexanika, etish ilmi va metal tavlash ilmi qatorliqlarni yurgizdi va Fransiya, Shvetsiyalardan o'qituvchilarni taklif qildi. Lekin Turkiya Yevropaga zodila yetishib ololmaydi. Turkiyaning mundaq ishinish ahvolga tushib qolishi odatdagi munosib fan asoslarini ta'kidlamaganlikdan bo'ladi. Taraqqiy qilayotgan davlatlarning ilm-fanga bo'lgan ehtiyojining jiddiyligi va muhimligini texmi cho'nqur tushuntirish uchun uning doim aytib yuradigan Londonning nupuzli jurnali iqtisodiy olimlarning 1940-yil 9 ayning 27-kuni sonida yo'silgan buning bir jumla so'zini naql keltiramiz. Agar quyosh energiyasi dunyoviy energiya buhronini hal qiladi deyilsa,
O halda bunda hal qilish usuli ögüzlerdeki radyasiya asboblaridek tüven texnika 19 asrning ilm-fanga tayinib emas, balki kelgusida kvant fizikasi, bioximiya va 20 asrdagi boshqa fanlarni qo'llanish orqali texnikada bo'sish qilish bilan ishga oshiriladi. Texnikani asos qilgan bugungi sanoat kelgusida butunlay yangi fanlarga tayinadi. Muşu xildagi ahvollarga taqobil turish uchun Abdusalom 1960-yili ochilgan atom energiyasini tinchlik maqsadlari uchun ishlatish to'g'risidagi bir xalqaroliq yig'inda o'zining xalqaroliq nazariya fizika markazi qurib, taraqqiy qilayotgan davlatlarni ilm-fandagi yetimlikdan qutulish va mingini sirtqa aqtirish fikrlarini birinchi bo'lib o'ttirg'a qo'ydi. Lekin uning bu o'ylari so'g'uq muomalaga uchradi. Abdusalom keyin aslab mundoq deydi: "Men bu chog'da bakmi sodda ekanman. Bugünkidek bo'lgan bo'lsam, buni hargiz bundoq o'ttirib qo'ymagan bo'ladi. Kishilar bu ishqa chaqchaq qilgandek muomala qilishdi." Lekin Abdusalom qilcha bo'shib qolmadi. O tasavvur qilish tas bo'lgan qiyinchiliklardan keyin Xalqaro nazariya fizika markazini 1964-yili 10-oyning 1-kuni rasmiy qurib ish boshlaydi. Abdusalom shuningdan boshlab hozirgacha izchil holda bu markazning rahbari bo'lib kelyapti. Bu markaz ICTP o'zining alohida ahvoliga asosan ICTP'ga bargan olimlarni yataq rasxoti, berish-kelish rasxoti bilan ta'minlaydi. Olimlar bu markazda bir oydan 3 oygacha turib, har qaysi ellarning olimlari bilan berish-kelish qilib, fikr almashtirib, bir qism olimlarning dokladini anglab, o'zlarining batarelariga to'qtuluqlab, davlatlariga qaytib, bargandan keyin o'z eliga yo'ruqliq va issiqlik chechish qatorliq bir yurish alohida nizomlarni tuzib chiqdi. 1964-yili 1979-yillardan burun bu markazning tadqiqot doirasi faqat sap fan bilan cheklangan bo'lsa, 1979-yildan keyin taraqqiy qilayotgan davlatlarning ehtiyojini ko'zda tutib, muhim nuqtani ilm-fan almashtirish, ilm-fanni qo'llanish jihatiga yo'tkidi. Onundan başqa 1964-yil 10-oyning 1-kunidan 1985-yil 9-oygacha ICTP taxminan 25,000 odam qitim ziyoratni qabul qildi. Buning ichida 13,000 odam qitimni taraqqiy qilayotgan 90 davlatdan kelganlar tashkil qiladi. Dünya olimlarini toplasha oladigan o'rin bilan ta'min qilgan ICTP yolg'iz taraqqiy qilayotgan davlatlarni yetimlikdan qutuldiradigan chora bo'lib qolmay, har qaysi davlatlarning ilm-fan sohasidagi cho'ng farqni o'zgartish, ilm-fanni o'xshash bo'lmagan madaniyat orqa ko'rinishlarda gullanishga erishtirishda g'oyat zo'r tuhfalarni yaratdi. Bu ishlarning barligi Abdusalomning tirishchanligining natijasi. Pakiston Atom Energiyasi Komitetining raisi Ishrat Osman Abdusalomning o'z vatani Pokistonning ilm-fan ishlariga qo'shgan ajoyib tuhfasiga baho berib mundoq deydi: Pokistonning ilm-fan sohasidagi mutlaq ko'p sondagi tirishchanliklar butunlay tugadak Abdusalomning eng yuksak ijodiyat kuchi, oliy janob fazilatining qudratidan kelgan. Abdusalom elimizning ilm-fan sohasidagi iftixorimiz va g'ururimizning simvoli. Bu kungacha olimlar bizni qo'rshab turgan bu go'zal olamdagi moddalarning lepton va kvarkdan tuzilganligini, bu zarralar graviton, gravitation, yana tortish kuchi
foton, yani elektr magnet gücü, aralıktaki bozon, yani aciz güç, gluon, yani güçlük güçler arkalık, yani bugünkü alimler bizni qurshab turgan bu güzel alemdeki moddalarning lepton ve kvarkdan tuzilganligini, bu zarralar tartish kuchi, yani graviton, elektr magnet gücü, yani foton, aciz güç, yani aralıktaki bozon, güçlük güç, yani gluonlar arkalık özara ta'sir qilishadiganligini aniqlab isbotlagandan keyin navbatdagi ulug'vor vazifa qilib lepiton bilan kvarkning qurilmasi qandaq? To'rt xil o'zaro ta'sirning manbai texmi asosliq birli xil o'zaro ta'sir kuchimi qandaq degan masala ustida izlanishga kirishdi. Danishmand olim Abdusalom dunyodagi boshqa munavvar olimlar bilan birining keynidan birisi kuch ulab bu mushkul vazifa cho'ng birlik nazariyasi tabiat dunyosidagi asosiy kuchlarning birligini tepish yo'lida izlanmoqda. Kishilar cho'qim eng tubki birlikning o'zingga qanmay bayqildiganligiga ishonadi. İngiliz mundaq deydi. Dunyoning haqiqiy birligi uning moddiyligida. Shundoq moddiylikni sehrgarlarning bir ikki eg'iz so'zi bilan isbotlag'ili bo'lmaydi. Balki o falsafaning va tabiiy fanning uzoq muddatlik va davomli taraqqiyoti bilan isbotlanadi. Asosiy tabiiy kuchlarni tadqiq qilishda o son sanoqsiz qiyin o'tganlardan baturani besib o'tdi. Ayni vaqtda Einstein jafo chekib 20 yil tirishmi yetolmagan orzuga yetdi. Asosiy tabiiy kuchlarni tadqiq qilishda o son sanoqsiz qiyin o'tganlardan baturani besib o'tdi. Ayni vaqtda Einstein jafo chekib 20 yil tirishmi yetolmagan orzuga yetdi. Abdusalom bir haqiqiy talanti bor, ijtihodlik, tirishchan, keng qursoq, kamtar kishilarga nihoyatda qizg'in, o'ziga talabchan, xushxuy odam. O shundoq deydi. Ilm-fan sohasidagi olimlar topa-tanilarga, qarshi fikrlarga hammadan bakrak sabr taqat qila oladi. Mushundoq bo'lgandala andin o'ngishliq hamkorlashqili bo'ladi. Abdusalomning turmushi xili oddiy o'tdi. O 1964-yildan boshlab Italiyaning Adriatik dengizi qo'ltiqiga to'g'ri keladigan kichik bir shahri Tristidagi xalqaro nazariya fizika markazining raisligini, Angliya Xalq universitetining professorligini qo'shimcha ustiga olib, her ayda 10 kun Londonda, 20 kun Tristida ve Pakistan ve başka ellerge berip xizmat qilg'achqa Britaniya arılı bilen Apinnin yerim arılıqida qatnaydı. Her qitim İtaliyaga kelganda tamoq so'ngkisiga har xil yemeklarni elib yuruydi. Biz Jungo Pan-texnika jamiyati Pan-texnika hamkorlik umiki 83-yili 29 oktyabrdan 5 noyabrgacha Abdusalomning taklifiga binoan xalqaro nazariya fizika sentriga berib ziyoratda bo'ldik. Abdusalom bizga men rahbarlik qilayotgan nazariya fizika tadqiqot markazi 3-dunyo ellari va fan texnikada orqada qolgan millatlar uchun fan texnika xodimlarini yetishtirish, ularning fan texnika fikrini almashtirish, ularni qulay tadqiqot sharoiti bilan ta'minlab berishni maqsad qiladi. Bu yerda asosan 3-dunyo ellarining olimlarini ko'ra olasizlar. Sizlarmi tadqiqotchi, bilim oshirg'uvchilarni avatsanglar qarshi olamiz, dedi. Ve bu merkezinin umumi ahvalini tafsili tanıştırdı. Ve bizni samimi, kızgın,
dostane kütüp aldı. Abdusalam özüge ve ailesiga nihoyat talabchan odam. Nobel mukofoti so'mmasiga ega bo'lgandan keyin Amerikada o'qiyotgan qizi telefon berib, o'zining saboqdoshlarining mashinasi borligini, bir mashina elib berishini talab qilganda, mukofot pulini fan texnikada istiqboli bor, to'hfasi bor yoshlarga mukofot berishga iyona qiladiganligini aytgan. Abdusalam Jungo olimlarining va Jungo xalqining samimiy do'sti. Araliqni yiroq demay, erib charchashga qaramay, Jungoga 4 qatim ziyorat qilgan. 1963-yili tunji qatim Jungoga kelganda reis Maozudong Jo Enlay Zongli kutib olgan. Uning bilan Jo Zongli fizika olimi Jo Puyanlar cho'nqur do'stlik o'rnatgan va uningga Jungoda ishlangan bir radioni sovg'a qilgan. O bu qimmatli sovg'ani va nurg'un davlat rahbarlari, olimlar taqdim qilgan sovg'alarni bizga memnuniyat bilan ko'rsatdi. 2-yili fan tadqiqot muhokama yig'iniga qatnashishga kelgan bo'lib, fizika olimlariga o'zining ilmiy tadqiqot tajribalarini tanishtirgan. 1972-yili Jungoga kelganda Jo Zongli garchi kasal bo'lsa-mu, do'sti Abdusalamni qabul qilgan. Qizg'in suhbatlashib, Jungo fan texnika tadqiqot ishlariga yordam qilib, to'hfa qo'shishni talab qilgan. Abdusalam rahbarlik qilayotgan Nazariya fizika tadqiqot markazi har yili turkumlab Jungoliq yosh olimlarni qabul qilib turdi. Endi Şinjan Uyg'ur avtonom rayonimizdami yosh fiziklar berishga boshladi. Yaqinda Abdusalam o'zi rahbarlik qilayotgan 3-Dünya Fanlar Akademiyasi Jungo Fan Texnika Universitetiga to'liq uskunlar bilan ta'minlab qurib bergan elektronlik hisoblash mashinasi institutning ochilish murosimiga 8-ayning 24-kuni alohida kelib qatnashib ketdi. Abdusalamning 3-Dünya ellarining fan texnika taraqqiyoti uchun ko'rsatayotgan tirishchanligi bizning alohida hurmatlashimizga arziydi. Yozuvchi Abbas Burhan. Yani buni Doktor Abdusalam to'g'riliq yozgan bu maqolani, bu 24 betlik maqola ekan. Yani Beshat Abbas, Roshan Abbaslarninki dadisi Abbas Burhan efendim yezibdi. Rahmat aytamiz ularga. Hozir 52 minut, 53 minut o'qitibdi. Endi Abdusalamning nutqini ayrim o'qiymiz. Rahmat, tinchab berganligingiz uchun.